Assalomu alaykum, hurmatli meni YouTube kanalim kuzatuvchilari. Sizni yana o'z kanalimda ko'rganimdan xursandman. Meni bugun birinchi marta ko'rayotganlar uchun o'zimni qisqagina tanishtirib o'taman. Men imij stilist, imij maslahatchisi Oydinoy To'xtayevaman. 10 yildan buyon O'zbekiston hududidagi ayollarimizga o'zlariga to'g'ri keladigan stil, imijlarini to'g'ri tanlashda yordam berib kelaman. Tashqi ko'rinishlariga mos bo'lgan, stiliga mos bo'lgan psixotipiga, ranglariga va qomatlariga to'g'ri keladigan fasonlarni, kiyimlarni hamda zamonaviy bo'lgan kiyimlarni tanlab berishda yordam berib kelaman. Bundan tashqari meni My Image nomli magazinim bor va bu magazinimda men ayollarni to'liq imij stillarini o'zgartirishga yordam berib kelaman. Judayam mijozlarimiz ko'p, Xudoga shukr, va shu munosabat bilan mijozlarimizni imijlarini har safar yangilash, o'zgartirish, o'zlarining xohishlariga ko'ra bir qanaqadir o'zgarishlar kirgizish bo'yicha tajribalarimiz, o'zimni va shogirdlarimni tajribalari ham yetarlicha deb o'ylayman. Bugun sizlarga eng ko'p ayollarimiz qiynaladigan, eng ko'p muammolarga duch keladigan mavzu tanlaganman va bu aksessuarlarni to'g'ri tanlash mavzusi. Judayam ko'p qizlarimiz aksessuarlarni yoqtirmayman, taqinchoqlarni yoqtirmayman, sumkalarni tanlashni bilmayman deyishadi. Shuning uchun eng zamonaviy sumkalar qanaqa fasonda, eng zamonaviy taqinchoqlar qanaqa, ularni qanaqa uslubda taqish mumkin, ro'mollarni kiyimlarga qanday moslash mumkin, remenlarni qanday tanlash kerak. Mana shu mavzular bo'yicha bugun judayam keng va chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilaman. Ayniqsa o'sha bo'yin taqinchoqlari deymizmi, brasletlar deymizmi, mana meni qo'llarimda ham brasletlar bor. Men judayam taqinchoqlarni yaxshi ko'raman. Bo'yin taqinchoqlari endi menda hozir mana bu yerda tilda furnitura bo'lganligi uchun bo'yin taqinchog'i bu yerda bachkana bo'ladi, taqmaganman, lekin o'zi tabiatan judayam yaxshi ko'raman. Va bu narsalarni sizlarga ham bugun inshaalloh Xudo xolasa o'rgataman. Mana bu yerda hozir qishki kiyimlarni ko'ryapmiz. Ustki kiyimlar, trenchlar, mana polupaltolar va jiletkalar va bularni biz kiyganimizda judayam oddiy bo'lib qolamiz. Ayniqsa qish ichi dekabr oyidan boshlab yanvar oyigacha, hatto mart oylarida ham sovuq bo'ladi va zerikib ketamiz ustki kiyimlarimizdan. Chunki ustki kiyimlarimizni har kun almashtirmaymiz-ku. Ya'ni har kuni har xil kiya olmaymiz-ku. Ustki kiyimlar masalan 3 xil modelda bo'lsa, sizda o'sha 3 xil modelda kiyishingiz kerak bo'ldi va siz zerikib ketasiz. O'shanday paytda biz ro'mollar bilan, qo'shimcha taqinchoqlar bilan, sumkalar bilan, bosh kiyimlar bilan qanaqa qilib ularni o'zgartirishimiz mumkin. Mana shular haqida bugun ma'lumotlar beraman. Bo'lmasam boshladik. Eng avvalambor men hozir sizga ko'rinib turgan sumkalardan boshlayman. Bu ayollar qiynalishadi sumkalar tanlayotganda, qanaqa fason tanlashni bilmayman, yo'q bu menga tushmaydi deyishadi. Lekin masalan ayollar kelganda mana bu sumkani oling deb, ayniqsa mana hozir sizga ko'rsataman. Mana shu sumkani oling, mana shu sumka juda ham chiroyli deb qo'liga berib qo'ysam, voy bu muncha katta, yo'q men bunaqa sumkalar tutmayman deyishadi-da. Lekin eng zamonaviy sumka, eng hozirgi aktual bo'lgan fasonlar aynan mana shular. Zero degan brenddan bu sumka, ya'ni o'sha brendni ixtirosidan va bu aynan kattaligi bilan muxlislarini qozongan, mijozlarini nima deydi, sevgisini qozongan sumka. Buni har xil ranglari bor. Siz buni qulayligini bilasizmi? Ichiga misol uchun dam olishlarga borganingizda ham, bir ko'cha-ko'ylarda qulay vaziyatlaringizda ham, aeroportlarda ham bir qulayligini his qilib ko'ring. Bu sumkani ichiga hamma narsa sig'adi. Kiyimingiz ham sig'adi, daftar ruchkangiz ham sig'adi, popkalar ham sig'adi, mana katta narsalar ham, даже kichkina planshet noutbuklar ham sig'adi. Gap unda ham emas. Hatto shunchaki bu o'ta zamonaviyligida. E'tibor bergan bo'lsanglar, hozir mana qilib dizaynerlar, ikonalar, modellar mana shunday sumkalarni ko'tarishyapti. Hatto bu yil yaqinda sentyabr oyida dunyo bo'yicha modniy pokazlar o'tkazilganda ham hamma modellarning qo'lida mana shunaqa ko'tarilgan sumkalar bor edi. Shuning uchun bunaqa sumkalar o'ta zamonaviy bo'laman desangiz, trendda bo'laman desangiz, mana shunday sumkalardan
foydalanishni maslahat beraman. O'zi umuman olganda har bir ayol garderobida kami bilan 3 xil fasondagi sumka bo'lishi kerak. Bu qanday tanlanadi? Bular birinchidan eng birinchi aktualligi, ya'ni zamonaviyligi, ya'ni bu yil masalan bu yil emas, mana shu 5 yillikda bu trenddami, trendda emasmi? Qanaqa sumkalar hozir modada? Masalan, hammani ham vaqti yo'q buni masalan internet titib o'tirib, o'sha moda bo'lgan fasonlarni, moda bo'lgan sumkalarni titib o'tirishga. Shuning uchun mana shunday meni kanalimga o'xshagan kanallar kuzatilinadi, stilistlarning tavsiyalari eshitilinadi. Har bir ayolda bo'lishi shart bo'lgan 3 xil modeldagi sumkalarni ko'rsatib o'taman. Bu sizni yoshingizga qarab, hayot tarzingizga qarab, kasbingizga qarab tanlanadi. Vaziyatlarimiz bor. Hayotimizda bizning vaziyatlarimiz bor. Masalan, qulay vaziyatlar bor. Ish jarayonlari bor. Masalan, jiddiyroq ko'rinishimiz kerak bo'lgan jarayonlar bor va kechki tadbirlar bor. To'rtinchisi bor, to'rtinchi uy sharoitlari. Uy sharoitida biz sumka ko'tarib yurmaymiz. Shuning uchun 3 ta vaziyatni inobatga olamiz. Bu yana bir marta takrorlayman, demak, qulay vaziyatlar, ish jarayonlari, jiddiy ishda ishlaydiganlar uchun, dress-kod talab qilinadigan ishxonalarda ishlaydiganlar uchun va kechki tadbirlar uchun. Mana shunday jarayonlarda sizda qaysi biri ko'proq bo'lsa, o'shani tanlashingiz kerak. Misol uchun, agar sizda qulay vaziyatlaringiz ko'p bo'lsa hayot tarzingizda, davlat ishida ishlamaysizda, siz doimiy qulaylikni birinchi o'ringa qo'yasiz. O'shanday holatda siz masalan shoper sumka olishingiz mumkin, ryukzak olishingiz mumkin. Mana bunday hozir ko'rsatganday zero sumkalardan olishingiz mumkin yoki mana bunga o'xshagan sumkalardan olishingiz mumkin. Ya'ni yelkadan osiladigan sumkalar, mana shu sumkamiz eng nima deydi, aktual va eng modniy sumka va judayam qulay. Bu sumkani misol uchun bundoq qilib hozir mana ochaylik. Ichi judayam keng, judayam ko'p narsa ketadi ichiga. Masalan, butilka suvingizni solishingiz mumkin, kichikroq kiyimlar, ustki verxniy kiyimingizni solishingiz mumkin, koshelok, telefon, kalit, hamma narsa ketadi. Mayli, gap unda ham emas. Bu eng zamonaviy aktual sumkalardan va qulaylik tarafidan ham birinchi o'rinda turadi. Mana misol uchun hozir men sizga qulayligini ko'rsataman. Bu o'g'rilar sizni narsalarni ichidan olib ketib qolmasligi uchun mana qulaylik tarafdan oladigan bo'lsak, yelkaga ossangiz bo'ladi. Bu birinchi variant. Yelkaga osdingiz, ketdingiz. Yoki bo'lmasa mana bunaqasiga oldingiz, ko'tardingiz, ketdingiz. Mana bunaqasiga ham olib bemalol ishlatishingiz mumkin, tutishingiz mumkin bo'ladi. Men uchun asosiy narsa baribir mana qilib ko'tarsangiz ham bo'ladi. Men uchun asosiy narsa baribir ichiga ko'proq narsa ketishi. Bu sumkamiz bor, shoper sumka dan keyin turadigan. Mana bu sumkamiz bor. Hozir men sizga ko'rsatganim boyagi Zero brendini sumkasi. Mana bu ham qulaylikni yaxshi ko'radigan ayol qizlarimiz uchun современный mana hozir kostyum shimlar bilan, klassik kiyimlar bilan mana shunday sumkalarni ko'tarishyapti. Bemalol mazza qilib, mana qilib chiroyli bo'lib, modniy bo'lib yurishingiz mumkin. Yoki agar sizni chet el bilan bog'liq yoki bo'lmasam sayohatlaringiz, qanaqadir ish jarayoningiz mana shunday uzoq yo'llar bilan bog'liq bo'lsa, unda ryukzak olishingiz kerak bo'ladi. Yana bitta mana shunday jarayonlar uchun qulay sumkalardan bittasi mana bu Larapiana brendidan bu. Bularni ichida uzun belbog'i bor va buni yelkadan o'tkazib mana shunday tutib yurish hozir urfda. Buni qulaylik jihatini aytib o'taman. Bu birinchidan 3 xil vaziyatingiz bo'lsa, uchalasiga ham to'g'ri keladi. Ya'ni buni hatto kechki tadbirlarga ham chiroyli qilib bundoq kichkina sharfik boylab, ko'ylagingizga mos rangdan yoki qanaqadir bundoq aksessuar, brelok nimadirlarni osib, bemalol kechki tadbirlarga ham ko'tarishingiz mumkin. Yoki buni yelkadan o'tkazib, o'zimda ham bor mana shundan, yelkadan o'tkazib qo'yib, mana shunday olib yurishingiz mumkin. Ayniqsa aeroportlarda, vokzallarda, bozor ucharlarda bemalol telefon, kalit, karta, bilmayman yana nimadirlarni solib qo'yishingiz mumkin. Pasport misol uchun solib qo'yishingiz mumkin bo'ladi va sizni oldingizda turgani uchun buni hech kim sizni o'g'irlab keta olmaydi yoki o'sha pul-mullaringizni ehtiyot qilib turadi. Shuning uchun mana bunday sumka har bir ayolimizga kerak deb o'ylayman. Bu sumkadan menda juda ham ko'p edi. Mana bor yo'g'i 3 ta dona qolgan hozir. Yana postupleniyamiz bor, kutyapmiz xudo xolasa. Bemalol kelsanglar mana shunday chiroyli sumkalardan sizlarga ham qilib berishimiz mumkin. Xo'p, yana bitta современный sumkalarimizdan bittasi bu xuddi shunga o'xshagan Bottega brendidan. Mana hozir kosmetichka sifat sumkalar moda bo'lgan. Bu sumkalarimiz hamma brendlarda bor. Yves Saint Laurentda bor. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana bitta Yves deb logosi bor sumkalarimiz bor. Bu Bottegadan. Har
har xil brendlarda, даже Chanelda ham bor bunaqa qavilgan mana shunaqa sumочкалар bor. Kosmetichka shakldagi sumkalar hozir modada va bu ayollarimiz uchun boya aytganimdek har xil vaziyatlarga to'g'ri keladi. Ham aeroportda ko'tarishga, ham kechki tadbirlarga chiroyli qilib klach o'rnida ko'tarishingiz mumkin. Ham kunduz kunlari qayerlargadir borganingizda ham kofega yoki bo'lmasa umuman o'zingiz atrofida bozor-ucharga qayergadir borganingizda ham bemalol bu sumkalarni ko'tarishingiz mumkin. Hamma vaziyatlarga to'g'ri keladigan sumkalardan bittasi deb o'ylayman. Va yana asosiy narsa yosh tanlamaydi. Siz 15 yosh bo'lsangiz ham buni ko'tarib aktualniy bo'lishingiz mumkin. Siz 70 yosh bo'lsangiz ham mana shunday sumkani ko'tarishingiz mumkin. Buni umuman yosh chegaralanmaydi. Ranglarga keladigan bo'lsak, ranglarini siz o'zingizni garderobingizdagi qanaqa ranglaringiz bo'lsa, kiyimlaringizga moslaverasiz. Hozir bordoviy rang modada. Bemalol bordoviy ranglar bilan uyg'unlashtirishingiz mumkin. Hatto rangiga tortish ham shart emas. Mana men nima ustimda temno-siniy va temno-siniyga ham hattoki bu bordoviy rang juda ham to'g'ri keladi. Bitta mana bunaqa qo'lingizga qizil или там bordoviy qanaqadir aksessuar taqsangiz, qo'shimcha taqmasangiz ham bo'ladi. Bemalol mana shu sumkani ham bemalol shu obrazga moslashtirishimiz mumkin. Aytgancha ustimdagi kostyumga to'xtaldim. Bu ustimdagi kostyum ham Image magazinidan. O'zimni kiyimlarimni kiyaman, faqat magazinimdagi kiyimlardan. Bu kiyimimiz ham yaxshi tomoni yubkasini alohida kiysa bo'ladi, ustini alohida kiysa bo'ladi. Ochib qo'yib bemalol ichingizdan rangli long sleeve'lar bilan, rangli amerikankalar bilan, sviterlar bilan ro'molni moslab bemalol kiyishingiz mumkin. Men hozir o'zini rangiga qilganman, total look sifatida. Lekin umuman olganda mana shunday kostyumchiklar bular har bir ayolga mos keladi. Bu yerda bu bazaviy narsa, ya'ni bazaviy degan universalniy narsa demoqchiman. Buni kechki tadbirlar, to'y-po'ylarga ham, kunduz kuni xonadonlarda yig'inlar bo'lsa ham, mana masalan bugun universitetga kiyib keldim o'zim. Hamma joyga kiyish mumkin bemalol va qulay, cho'ntaklari bor, kengina yubkasi o'tirib turishga qulay, hamma tomonlama siz uchun optimalniy, universalniy qilib ishlangan. 20 yoshdan buni ham 50-60 yoshgacha bo'lgan ayollar bemalol agar razmeringiz topilsa kiyishingiz mumkin. Xullas, bu sumkani ham aytib o'tdim. Demak, Bottega Veneta brendidan. Buni ham har xil ranglari bor. Mana bu yerda mana och seri rangi ham bor. Mana qaranglar, mana hozir kiyimlarni tayyorlab qo'yganman. Buni sport stilida ham, klassik stilda ham bemalol tutish mumkin. Mana bunaqa jiletkalar bilan ham bemalol tutishingiz mumkin. Polupaltolar bilan yoki trenchlar bilan, umuman hamma ustki kiyimlar bilan ham bemalol buni uyg'unlashtirish mumkin. Bu yerda hech qanaqa yo xatolik, yo bir mos kelmaydi degan narsa bo'lmaydi. Bitta mos kelmaydigan narsani sizga aytib o'taman. Mana masalan, temno-siniyga ham bu juda ham mos keladi. Menikiga ham nimaga? Chunki холодный, bu холодный rang hisoblanadi. Bu salqin rang hisoblanadi. Salqin ranglar bilan ko'proq mos keladi. Agar men buni hozir mana bunaqa iliq rangga qo'shadigan bo'lsam, mana bu iliq rangga qo'shadigan bo'lsam, salgina bir-biriga temperaturasi to'g'ri kelmay qoladi, ko'zimizga ham ozgina g'alatiroq ko'rinadi. Shuning uchun masalan bunaqa teplый ranglarga imkon qadar teplый ranglarni qo'shishga harakat qilganimiz yaxshiroq. Misol uchun, mana masalan mana bunaqa bo'lishi mumkin. Mana bu ham teplый rang. Lekin buni ham yana qanaqadir ro'mol, aksessuarlar bilan moslashtirsak bo'ladi. Mana hozir stil qilib ko'raylik mana shunga. Taxminan mana shunday. Yoki bo'lmasam yana boshqa ro'mollarimiz ham juda ham turi ko'p. Mana taxminan mana qarang. Jigar rang, mana bu yerda ham jigar rang bor. Bu yerda och rang bor, bu yerda ham och rangi bor mana. Bu yerda to'qroq rangi bor. Bu yerda ham to'qroq rangi bor. Va buni xohlang boshingizga o'rang, xohlang mana bu kurtochkani ichidan tashlang. Umuman olganda rangiga moslashga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, iliq rang bilan, salqin rang bilan qo'shganingiz yaxshiroq. Keyin kir rang bilan qo'shilishi kerak. Kirchimol rang deylik. Kirchimol rang bilan qo'shiladi. Toza ranglar bilan qo'shiladi. Mana masalan, mana bu kurtkani rangi biroz kirchimol, lekin ustidagi sharf ochroq, tiniqroq. Nimaga men buni qo'shdim bunga? Chunki buni ham rangi tiniqroq, tozaroq, buni ham rangi tozaroq va ikkalasi uyg'unlashadi. Shunda siz qishda kiygan kurtkangizdan, ili trenchingizdan, ustki kiyimingizdan zerikib ketmaysiz. Maqsad shu. Xo'p, bu sumkamiz Polene degan brenddan. Qulaylikni yaxshi ko'radigan qizlarimiz uchun, yoshlarimiz uchun o'ta qulay, o'ta zamonaviy, ayniqsa kontrast rangda bo'lgani. Buni ham mana usti uzun belbog'i bor va bu belbog'i bilan yelkangizdan o'tkazishingiz ham mumkin.
yoningizga qilishingiz ham mumkin. Belbog'siz ham kechki tadbirlarga ham mana shunday klach sumочка o'rnida foydalanishingiz mumkin. Polina brendi mana bunday qilib skladkalar, burmachalar qilishni yaxshi ko'radi. Buni hozir yana bitta mashhur modelini ko'rsataman sizlarga. Bu yerda mana pugutsalarni bundoq qilib ochib yuborsangiz, buni ichi kengayadi. Yopib qo'ysangiz, bu qanaqadir bir kichkinagina, ixchamgina sumочка bo'ladi yana. Endi bular hozir yangi bo'lganligi uchun ozgina pachaqroq bo'lib turibdi, lekin buni ichiga narsalar to'ldirganingizda juda ham qulay. Bitta narsani aytib o'tib ketaman qizlar. Hammanglar bilasizlar, sumkalarning orqasida mana bunaqa cho'ntakcha bor. Aslida bu cho'ntakcha qayerdan kelgan va nima uchun qilinganligini sizga aytib o'taman. Bu cho'ntakchalar avvallari shu Coco Chanel davrida 19-asrning boshlarida teatrga borayotgan ayol o'sha mana bu yerga o'zini kartasini yo'q, to'xtab turing, joyini olib tashlaylik. Shu joy hozir ko'payib ketadi, kerak emas, tiqmay qo'yib. Umuman mana shunday sumkalarni hozir ko'tarib yurish, agar aynan shundan bo'lmasa ham sizda shunga o'xshagan fasonlarni tanlaganingiz yaxshiroq. Endi o'qituvchi ayollarimiz bor, jiddiy kiyinadigan ayollarimiz bor, davlat ishlarida, davlat korxonalarida ishlaydigan ayollarimiz bor. Mana shunday ayollarimiz uchun formasini ushlaydigan fasondagi sumkalar modada. Bu sumkamiz Goyard brendidan, bu yangi brend va judayam ayollarimiz tomonidan ommalashib ketgan, ayollarimizga bu fasonlar, bu stil yoqqan, eng ko'p продажа bo'lgan, eng ko'p sotilgan sumkalardan bittasi. Bu sumkani ham bu kombinirованный, buni однотонныйлari bor, boshqa rang, har xil ranglari bor. Men hozir ko'kini tanlab ko'rsatyapman. Bu yerda ko'k rang yo'q bo'lganligi uchun umuman ustki kiyimingizda temno-siniy ranglardan ko'p foydalansangiz, bu sumka ayni muddao. Buni ichiga notebook solsangiz ham bo'ladi, fayllar solsangiz ham bo'ladi. Ayollar ishlaydigan, davlat ishida dress-kod talab qilinadigan ishxonada ishlaydigan ayollarimiz uchun ayni muddao. Misol uchun o'sha o'qituvchilarimdan zerikarli fasonlarda yoki umuman moda bo'lmagan stildagi sumkalarni ko'tarib yurishadi. Ko'pincha e'tibor beraman qizlar. Agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, mana shunaqa ozgina bo'lsa ham zamonaviylik qo'shilgan sumkalardan foydalanganingiz yaxshiroq. Ustki kiyimingizda mana shunday ranglar bo'lsa, hozir temno-siniy modada mana shunday temno-siniy ranglar bilan o'zi bu sumka ham unaqacha moda, fason, nima deydi, stil tanlamaydi. Bemalol sportivniy stilda kiyingan bo'lsangiz ham, puxavik kurtka, krossovka kiyib olgan bo'lsangiz ham, ipli botinkalar kiyib olgan bo'lsangiz ham bemalol ko'tarish mumkin. Elegant ayollarimiz ham bemalol mana shunday stildagi kiyimlar, menikidagi stildagi kiyimlar bilan ham, kostyum shimlar bilan ham, yubichniy kiyimlar bilan ham bemalol kiyishlari mumkin. Buni qulay tomoni ham shunda. Balenciaga brendidan mana bunaqa sumkalar judayam ommalashdi, judayam moda bo'ldi. Buni bu hozir men sizga ko'rsatayotganlarim bizni kuz-qish mavsumimiz uchun to'g'ri keladigan rang, lekin buni bordoviy rangi ham bor, qora rangi ham bor, seri rangi ham bor, har xil ranglari bor. Siz ustingizdagi kiyimlaringiz qanaqa kiyimlar ko'p bo'lsa, garderobingizda o'shanga moslab tanlashingiz kerak bo'ladi. Nima uchun men buni universalniy, bazaviy deb aytaman? Bu sumkalar rang tanlash shart emas. Masalan, men ustimdagi kiyim bilan ham aksentni sumkaga qilib qilib bemalol ko'tarib ketishim mumkin. Buni ham ichiga vmestимый juda ham ko'p narsalar sig'adi. Mana orqa tarafida ham cho'ntaklari bor, qulay, hamma tomonlama удобный. Hatto men ko'rganman, yoshlarda mana bunaqa qilib ko'targan yoshlarimizni ham ko'rdim. Bu ham juda ham chiroyli turadi mana. Xo'p, mana bu ham Bottega Veneta brendidan. Qizlar, mana bu sumka. Qaranglar, bu sumkamiz biroz noqulayga o'xshaydi, lekin juda ham moda bo'lgan va bu sumочка klach sumka o'zi aslida. Bu ichiga narsalar solish uchun, jay unaqa ko'p narsalar solish uchun mo'ljallanmagan. Bu endi poson uchun, endi bunday to'g'risini aytganda, buni ichiga sizga eng zarur bo'lgan narsalar sig'adi. Masalan, kalit, pul, telefon, kartochkalar, yana nimadirlar bo'lsa bemalol sig'adi va bu sumочкалар ham bemalol stol ustiga qo'yilishi mumkin. Ayrim sumkalarimiz bor, katta sumkalarimiz stol ustiga qo'yilmaydi, lekin kichik sumkalarimiz va klachlarimiz stol ustiga qo'yilsa bo'ladi. Etiket bo'yicha bilasizlar, kattaroq sumkalar, mana bunaqa sumkalar stol ustiga qo'yilmaydi. Lekin kichkina sumkalar, mana bunaqa klachlar, maksimum mana bunaqa klachlar ham stol ustiga qo'ysa bo'ladi.
Bu sumkalarimiz romantik stilda tikilgan, lekin buni sportivniy stilda ham bemalol kiyish ko'tarish mumkin. Masalan, jigarrang kepkalar bilan aytaylik, qanaqadir kepkalar bilan tasavvur qiling. Bemalol qo'rqmasdan mana bunaqa trench ichingizdan masalan masalan korичневый sviter или там korичневый komplekt kiyib bemalol mana bunaqa ko'rinishda obraz qilib kiyish mumkin. Oyoqqa krossovka, albatta kepka kiyilgandan keyin kabluk kiyilmaydi yoki baland poshnalar kiyilmaydi, hech qanaqa baland poshnali botinkalar kiyilmaydi. Bu klassik stilda bo'lgani bilan kepkalar, krossovka talab qiladi har doim. Yoki ro'mollarni ham bemalol mana shu kepkalarning ichidan, hozir men kepkalarga to'xtaldim. Aytib o'taman, ro'mollarimizni ham kepkalarni ustidan ham o'rashimiz mumkin, kepkalarni ichidan ham o'rashimiz mumkin. Mana bunaqa qilib ham bemalol kepkalarni kiyish mumkin. Misol uchun aytaylik, mana bunaqa ro'mol bilan ustidan yoki ichidan yoki ustidan farqi yo'q. Umuman kepkalarni ustidan ro'mollar o'rash hozir juda ham aktual bo'lgan. Ro'molli qizlarimiz uchun ham, ro'molsizlar uchun ham. Ustki kiyimlarimizga qarab biza sumkalarni tanlaymiz yoki aksessuarlarni tanlaymiz deb aytdik. Taxminan tasavvur qiling, mana bunday polo palto kiyyapsiz. Polo paltoni agar mendeki yubichniy kostyum bilan kiysangiz, buni ro'mol bilan, nежный aksessuarlar bilan, romantik stildagi qanaqadir bir sumkalar bilan bemalol kiyishingiz mumkin va bu yerda biz bemalol kabluklar kiyishingiz mumkin. Lekin agar siz buni sport stilda kiymoqchi bo'lsangiz, bemalol jinsilarni ustidan kiyib, mayli shu sumka qolsin, oyog'ingizga krossovka kiyib, bemalol mana bunaqa bordoviy kepkalar bilan ham obraz qilsangiz bo'ladi. Bu ham современный, zamonaviy ko'rinadi. Endi hamma narsani bordoviy qilish shartmi degan savol? Yo'q, shart emas. Misol uchun siz mana bunaqa paltoni kiyadigan bo'lsangiz, bemalol bu yerga misol uchun temno-siniy rang qo'shishingiz mumkin. Sumkada ham temno-siniy rang qo'shishingiz mumkin. Bu umuman strashniy narsa emas. Mana bunaqa ko'rinishda qo'shsangiz bo'ladi. Faqatgina biroz o'sha bordoviy bitta o'zi ajralib qolmasligi uchun uni qandaydir bir ro'mollar bilan doполнить qilsak bo'ladi. Agar siz ro'molda bo'lsangiz, ro'molda bo'lmasangiz, bu ro'molni bo'yningizga ilishingiz mumkin, sumkangizga aylantirishingiz mumkin. Yo'li ko'p. Umuman olganda. Shuning uchun hozirgi kunda zarulyom ayollarga yoki o'zi umuman ko'p uzunnni yoqtirmaydigan ayollarga yoki bo'yi pastroq ayollarimizga uzun rodopa paltolardan ko'ra mana shunday kaltagina paltochalar juda urfda va juda mos keladi. Hozirgi kunda shokolad rang ham modada. Bu yil juda ham aktualniy bo'ldi shokolad rang. Hamma narsada bizni magazinimizda shokolad rangli dvoykalarimiz, kostyumchiklarimiz bor edi. Hali kun sovimasligiga qaramasdan shunaqa tez uchib ketib qoldi korичневый ranglar. Shokolad ranglar. Men o'zim juda ham hayron qoldim. Mana ko'rinishi uzoqdan qoraga o'xshaydi. Lekin shunga qaramasdan bu qora emas, bu jigar rang. Va bunga mos masalan mana bunaqa sharf ro'mollar bilan ahamiyat bering. Sharf ro'mollarni zanjirli moda bo'lgan hozirgi современный printlarni ko'rsatyapman. Mayda gulli, bijir chipor gulli narsalarni ro'mollarim yo'q. Yoki mana bunaqa bir Dior stilidagi, Diorni oxirgi kolleksiyasidan bu mana shunaqa stildagi ro'mollarni ham mayda nusxali bo'lsa ham, lekin bu gul emas, bu qanaqadir shaharlarning nusxasi tushirilgan, juda chiroyli. Umuman ro'mollarning naqshi haqida aytib o'tmoqchiman. Ro'mollarning naqshlarini tanlayotganda o'ta mayda gulli yoki yarki rangli yoki yarki gulchalari bor, nusxalari borlarni tanlamaganingiz yaxshi. Hozir dunyo nimaga xotirjamlikka intilayotgan paytda sokin, xotirjam ranglar modada. Masalan, mana bunaqa глубокий коричневый palto kiysangiz, такой yarki ro'mol o'rab olsangiz, bu unchalik mos kelmaydi. Misol uchun mana bunaqa ro'mol o'rab olsangiz, bu sal ro'mol birinchi planga chiqib ketib qolishi mumkin. Bu ro'mol meni mana bu obrazimni ozgina ochib berishi mumkin, lekin buni emas. Shuning uchun korичневый ranglarni tanlayotganda biroz iliqroq ranglarga ahamiyat beramiz, biroz to'qroq ranglarga ahamiyat beramiz. Uni mana bunaqa bir qanaqadir aksessuar detallar bilan to'ldirishimiz mumkin. Bunga
sariq metalli narsalar qo'shishimiz mumkin. Bunga bilmayman qanaqadir ivory ranglarni qo'shishimiz mumkin. Ivory kepka, ivory ro'mol, tam bilmayman qanaqadir ivory sumka, masalan, mana bunaqa polimeyni sumkalardan bittasi bu ham. Mana qo'y, mana bunaqa sumочка, bu ham juda ham modniy sumka, mana. Qaranglar, juda ham modniy, juda ham современный sumkalardan bittasi. Agar siz bozor ucharlarda ko'rib qolsangiz, mabodo mana shunaqa sumka, qanaqa sumka olishni bilmayotgan bo'lsangiz, qo'rqmasdan современный mana shunaqa sumkalar olsangiz bo'ladi. Umuman olganda qizlar sumkalarni o'zi bizni obrazlarimizni to'ldirishga yetarli emas. Bizni obrazlarimizni to'ldiradigan taqinchoqlar ham bor. Taqinchoqlardan hozir xabaringiz bor, jemchuklar juda ham moda bo'ldi. Mana bunaqa uzunroq jemchuklar, endi bularni brendoviylari bor, podbrendlari bor. Juda turi ko'p hozir bularni. Masalan, 2 qator qilib, mana qilib tushirishingiz mumkin. Endi meni hozir obrazimda jayam mos kelmasligi mumkin, chunki boya aytdim, tilla furnituralar bor. Buni kaltaroq qilib taqmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa ko'rinishda ham bemalol taqishingiz mumkin. Faqat shu ozgina bir-biriga moslab, keyin harakat qilasizlar, o'sha bir-biri bilan sporit qilmaydigan detallar bilan taqishga. Taxminan mana shunday qilib taqishingiz ham mumkin. Xohlasangiz uzun qilib tushirsangiz ham bo'ladi. Bunaqa uzun jemchuklarni yaxshi tomoni, bularni bemalol sumkalarga ham osish mumkin. Yoki mana bunaqa ko'rinishda ham hozir moda bo'ldi. Pidjaklarning ustidan yoki mana shunaqa kostyumchiklarning ustidan kiyasizda va ustingizdan verxniy одежда kiyasiz. Bu ham juda ham aktualniy va obrazimizni juda boyitadi. Tasavvur qiling, mana bunday sumkani ozgina yasatmoqchisiz. Bunga bemalol mana bunaqa aksessuarlarni ham qo'shib, aralashtirib, boyitib, bemalol ishlatishingiz mumkin, ya'ni foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishda osishingiz mumkin yoki ikkinchirog'ini, masalan, mana bu qatorni kaltaroq qilib qo'yishingiz mumkin. Bu sizni xohishingizga qarab, qizlar. Lekin biling, что hozirgi kunda mana shunday aksessuarlarni ham sumkalarga ilish, nima deydi, taqinchoqlardan unumli foydalanishday gap mana. Mana qilib bemalol buni chiroyli qilib taqish mumkin. Ya'ni demoqchimanki, baribir sizda bitta mana shunga o'xshagan aksessuar bo'lgani yaxshi. Masalan, meni magazinimda mana shu nimalar, jemchuklar 250 ming so'm turadi, qizlar. Buni bemalol siz 1 yilgacha hech narsa bo'lmaydi. Agar suvga tekkizmasangiz, 1 yilgacha hech narsa bo'lmaydi. Xohlasangiz oq metalni olishingiz mumkin, xohlasangiz sariq metalni olishingiz mumkin, xohlasangiz mana bunaqa metal aralashganlarini olishingiz mumkin. Mana bular ham juda ham modada. Bular yechiladi va bemalol siz mana bunaqa qilib ham taqishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana bir xillar xoliydi-ku, har xil qilib taqishda. Mayli, hozir yechilmayapti. Umuman buni ham boya aytganimdek 3 qator qilib, 2 qator qilib, yelkangizdan o'tkazib, sumkalarga aksessuar sifatida, hatto aylantirib qo'lingizga ham braslet sifatida ham bemalol taqishingiz mumkin bo'ladi. Buni ham oq metalli bor, sariq metalli bor. Yana bitta juda ham hozir men oq metalli sumka oling. Bitta furniturasi, furnitura hatto ko'rinmayapti, shu yerda ko'rsatsam ham bo'ladi. Mana bunaqa Hermes taqinchoqlar bor. Bu oddiy zanjirga o'xshab ko'rinadi, lekin bu juda ham mashhur zanjir. Aksessuar sifatida mana bunaqa aralashtirib ham bemalol foydalanishimiz mumkin. Mana 2 qator, 3 qator qilib aylantirib qo'ysangiz ham, mana hozir qizlar, endi sizga g'alati ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin biling, bu narsalar hozir modada, trendda. Menga masalan juda ham yoqadi. Mana qarang, qanaqa chiroyli turadi. Bunaqa taqinchoqlar o'zimda ham bor. Uzun qilib mana bu joyini tushirib qo'yib ham taqaman, ko'proq osiltirib qo'yib, ko'rgandirsizlar ko'pincha rasmlarimda ham. Bu ham современный va modniy. Endi bu yerda men hozir sizga sumkaga taqib ko'rsatayotganman, bu sumkaga taqilar ekan deb o'ylamanglar. Men umuman aksessuarlarni bemalol har xil uslubda foydalanish mumkinligini ko'rsatmoqchiman, xolos. Mana masalan, hozir men buni ham sizga, mayli, endi obrazimga to'g'ri kelmasa ham taqib ko'rsataman. Mana buni bunaqa yechiladi. Bu o'zi mana bunaqa uzun taqinchoq bo'ladi. Buni razmerlari har xil bo'ladi, qizlar. Siz misol uchun olayotganingizda o'sha o'zingizga kerak razmerni santimetriga qarab olishingiz mumkin. Masalan, men mana bunaqa qilib 2 marta aylantiraman va mana bunaqa qilib taqib, mana bunaqa bittasini bitta qavatini choker qilib qo'yaman-da. Bittasini mana bunaqa qilib osiltirib qo'yaman. To'liq ko'rinish uchun sizlarga mana bunaqa qilib yechib ko'rsataman mana.
Bunday qilib ham taqish mumkin. Mana. Qaranglar qanaqa chiroyli turadi. Endi mana bu furnituralar tilla hozir menda, lekin agar mana shu furnituralar bo'lmasa, buni juda chiroyli qilib mana shu obrazim bilan taqishim mumkin. Oddiy sviterlar, oddiy amerikankalar, oddiy rubashkalar уже zerikarli qizlar. Iloji boricha zamonaviy taqinchoqlardan, zamonaviy detallardan, zamonaviy bir kiyimlardan, ro'mollardan, sharflardan imkon qadar foydalanishga harakat qilinglar. Ro'molda bo'lsangiz, sizga taqinchoqlar ham juda ham kerak, chunki ro'molda bo'yin taqinchoqlari baribir ochib ko'rsatadi. Ya'ni obrazingizni ochib beradi demoqchiman. Obrazingizni ochib beradi. Ro'molsiz qizlarimizga ham bemalol buni bunaqa taqinchoqlardan foydalansak bo'ladi. Endi qizlar baribir kayfiyat uchun, o'zimiz uchun hamma narsa. Obrazimizni chiroyli bo'lishi bizni nima deydi, o'zimizga bo'lgan bahoyimizni ko'tarib ko'rsatadi. Baribir har qanaqasiga bugun o'ziga уверенный bo'lib, bir obrazlaringiz chiroyli bo'lsa, u kim uchundir emas, kimnidir e'tiborini jalb qilish uchun emas. Masalan, hozir yozishingiz mumkin kommentariyaga, "Voy, ro'mollilarga unaqa narsalar mumkin emas." U qizlar jamiyatimizda, bizni jamiyatimizda mana shu narsa talab bor. Ya'ni bizni jamiyatimiz shunga talabgor. Biz arablarday yoki Afg'onistondek qop-qora kiyinib yurmaymiz. Alhamdulillah, Xudoga shukr, baribir ayol kishiga ozgina bo'lsa ham o'ziga qarab yurishiga, ozgina o'zini kayfiyati uchun stilning bo'lib yurishiga baribir imkoniyatlar bor bizda, Xudoga shukr. Shuning uchun men bu imkoniyatlardan foydalanish kerak deb o'ylayman. O'zim ham masalan ishlayman, ayollar bilan ishlayman, magazinimga ayollar kelishadi faqat. Shuning uchun bemalol современный, chiroyli bo'lib, o'zim uchun, o'zimni kayfiyatim uchun chiroyli bo'lib yuraman har doim. Harakat qilaman shunga. Endi bo'yin taqinchoqlarni aytib o'tdim. Hozirgi kunda mana bunaqa aksessuarlar moda bo'ldi. Mana qarang, kichkina sumочка. Bu sumочкаlar yelkadan o'tkazib taqiladi. Mana bunaqa. Mana bunaqa taqiladi. Endi bu hozir skoch plyonkasi yechilmagan, yangi bo'lganligi uchun, lekin buni yechib ochib tashlasangiz juda ham chiroyli turadi. Bu kechki tadbirlarga, endi albatta 50, 60, 70 yoshli onaxonlarga men bunaqa nimalarni tavsiya qilmayman. Endi agar siz shou biznes vakili bo'lmasangiz, shou biznes vakillarida masalan Yulduz Usmonovalar bemalol, tam Munisa Rizayevalar bemalol taqishi mumkin, lekin yoshlarimiz uchun, umuman aksessuarlarni yaxshi ko'radigan qizlarimiz uchun, raznoобразие uchun bemalol mana shunaqa taqinchoqlardan foydalanishimiz mumkin. Bu aksessuar, bu sumka ichiga narsa solish uchun emas. Buni ikki xil varianti masalan bor. Hozir men yana bitta variantini ko'rsataman. Endi albatta juda ham ehtiyot bo'lib foydalanamiz, ishlatamiz bu narsalardan. Mana. Yana bitta varianti. Bu ham juda chiroyli. Meni o'zimga juda yoqadi. Mana. Bu unaqa uzun bo'lib turmaydi. Bu tepaga qo'ltig'im tagiga chiqib ketmaydi. Lekin mana shunaqa bir qanaqadir siz obrazingizni mana oddiy tasavvur qiling, oddiy bazaviy ko'ylak kiyyapsiz-da, bitta shu aksessuar bilan chiroyli detal qilib, chiroyli obraz qilyapsiz va bemalol kechki tadbirlarga ham, mana masalan bitta mana bunaqa qora klach oldingiz, bu bilan bemalol obrazingizni boyitgan holatda chiroyli qilib tadbirlaringizga borishingiz mumkin. Tam tug'ilgan kunlar bo'ladi, restoranda o'tirishlarimiz bo'ladi, to'y hashamlar bo'ladi, вечеринkalar, tadbirlar bo'ladi, sinfdoshlarimiz bilan, kursdoshlarimiz bilan yig'ilishlar bo'ladi, gaplar bo'ladi. Shunaqa joylarga bemalol taqib borishingiz mumkin bo'ladi. Endi qizlar, brasletlarga to'xtalib o'taman. Bizda hozir juda ham aktualniy bo'lgan tema narsalardan bittasi bu brasletlar. Brasletlarni ham har xillari bor. Hozir bir nechta variantlarini sizlarga ko'rsataman. Mana shunaqa brasletlarimiz ham bizni obrazlarimizni juda ham chiroyli qilib, aktualniy qilib ochib beradi. Har xil stilda bor. Xohlasangiz, mana hozir taqib ko'rsataman. Bunaqa ochiladi. Mana bunday qilib ochib taqish mumkin. Ha, aytgancha qizlar, brasletlar deganda hozir katta mana shunaqalarni kattalarini yenglarni ustidan qilib taqish ham moda bo'lgan. Keyin aynan mana bu meni ustimdagidek temno-siniyga qizil rang ham juda ham chiroyli turadi. Mana ko'rinishlari juda chiroyli. Baribir mana shunaqa taqinchoqlar obrazlarni boyitadi. Lekin qizlar birato'la bu yoqqa ham hamma joyiga saroka bo'lib osib olmaymiz. Bittasini yo unisini yonib bunisini qilamiz. Agar qo'lingizga bo'lsa, masalan hozir moda bo'lgan soatlarni yoniga mana bunaqa kojaniy taqinchoqlar taqish. Yoki mana hozir men buni yechib ko'rsataman. Yoki mana bunaqa tilla rangli taqinchoqlarni
uzuklari bilan bir xil qilib taqish. Bular ham hozir aktualniy moda bo'lgan. Bemalol shunaqa qilib ham taqishingiz mumkin. Yoki mana kojaniy taqinchoqlarni qaranglar, mana bu Celine brendidan 2 marta aylantiriladi qo'lga. 2 marta aylantiriladi va bunaqa qilib taqiladi mana. Mana. Mana 2 marta aylantirib taqiladi. Bu ham judayam chiroyli turadi qo'lda. Ana obrazni boyitib ko'rsatadi. Mana bunaqa meni qo'limdagi o'xshaganlarni har xil ranglari bor. Qizil, ko'k, oq, qora, sariq, olovrang har xillari bor. Xohlasangiz ingichkarog'i, xohlasangiz to'larog'i. O'ta ozg'in qizlarimizga, masalan, menda aka-ukalar bunaqa emas. Mana bunaqa ingichkalarini taqishni tavsiya beraman. Yoki men bunaqalarni ham o'ta ozg'in qizlarimizga emas, o'rtacha yoki to'lachadan kelgan qizlarimizga mana bunaqa nima deydi, shirokiyroq brasletlar ko'proq yarashadi. O'sha e'tibor berasizlar, brasletlarni, remenlarni tanlayotganda ham albatta gavdangizga e'tibor berasiz. Ya'ni gavdangizni agar siz to'laroq bo'lsangiz, o'ta ingichka remenlar sizga to'g'ri kelmaydi. Agar siz o'ta ozg'in bo'lsangiz, o'ta shirokiy remenlar ham uncha sizga to'g'ri kelmaydi. Endi uni kiyimlaringizga qarab tanlaysiz. Masalan, hozir qizlar kiyimga mos rangdagi remenlar moda bo'lgan. Masalan, men mana bunaqa, endi o'zi bu kostyumga remen taqilmaydi, chunki o'zi zborkasi bor, mana bu yerda o'zini ipi bor. Agar bu ipini olib tashlaydigan bo'lsa, mana vaqt soati kelib, masalan, ipi jonimga tegib ketsa, bemalol mana bunaqa remenni olib, mana o'zini rangiga mos bo'lgan remen bilan bemalol obrazimni boyitishim mumkin. Mana. Qanaqa chiroyli turadi va butunlay obrazingizni o'zgartirib yuboradi. Butunlay o'zgartiradi obrazni. Shuning uchun endi masalan detallaringiz po'ris qilish kerak emas. Masalan, mana bu hozir ikkalasi ham ip, ham remeng bular bahslashib qoldi. Lekin siz buni yoki unisini yoki bunisini qilishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun boyatganda ipini olib tashlaganingizdan keyin bemalol bu remengdan foydalansangiz bo'ladi. Umuman remenlarni nimaga moslash, tepa kiyimlariga, ustki kiyimlariga moslash moda bo'lgan. Misol uchun siz agar qora kostyum kiysangiz, uni ustidan oq remeng, qizil remeng, ili bilmayman, boshqacha bejavoy remenglar qilmaymiz. Qorami qora kiying, qora remeng qiling. Bardoviymi bardoviy qiling. Sinyimi sinyi qiling, seriymi seriy qiling. Seriyga agar to'q seriy bo'lsa, qora ham tushadi. Ya'ni kontrast bo'lib qolmasin, remenglaringizning o'rtasida kontrast bo'lib qolmasin. Bugungi kunda eng takoy nima deydi, aktual remenglardan hozir bir nechtasini ko'rsatib o'taman. Mana bu hozir ko'rsatgan remengim Hermes brendiniki. Hozir bular juda ham moda bo'lgan. Mana bundoq qilib tortsangiz, sizni razmeringiz to'g'rilanadi o'zingizga. Yoki agar kichkina qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu bundoq qilib tortsangiz, o'sha o'zini razmeriga tushadi. Ya'ni ligrovka qilsa bo'ladi. Keyin mana bunaqa rangli remenglarimiz. Endi hozir mana qo'limga ikkita ingichka remeng tushdi, lekin bu ingichka remenglarni iloji boricha ozg'inroq qizlarimizga tavsiya qilaman yoki bo'lmasam ko'ylaklarni ustidan taqishni tavsiya qilaman. Endi agar siz kostyumlarni, pidjaklarni ustidan taqmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa qalinroq, o'zi ham qalin, metallari ham nima deydi, jostki, sal qattiqroqlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana pidjaklarni ustidan, paltolarni ustidan, kurtkalarni ustidan bemalol mana bunaqa remenglarni taqishimiz mumkin. Hattoki mana bunaqa jiletkalarimizni ustidan ham mana shunday remenglarimizni taqishimiz mumkin. Bemalol. Bunaqa remenglarimiz ham mana ligrovkasi ham o'ziga xos. Bunaqa remenglarimiz ham albatta pod brend va bu Yves Saint Laurent brendini remengi. Bu remenglarimiz kojaniy, narxlarini hozir nimani My Image kanalini, Telegram gruppasini silkasini qoldiraman. Sizni nimadir qiziqtirsa, bemalol qizlardan so'rab olishingiz mumkin bo'ladi, kanalga ulanib olishingiz mumkin bo'ladi. Adreslari ham, magazinlarimiz adresi ham, umuman hamma narsa, adminlarimiz ham hammasi shunday javob berishadi. Mavzuga qaytamiz. Xullas, mana shunday yo'g'on remenglar, qalin remenglar
pidjak, kurtka yoki qalin ko'ylaklar, shers ko'ylaklar yoki paltolar ustidan taqiladi. Endi bundan ham semizni taqish mumkin. Remenlar taqiladi qachon? Qachon sizda taliya bo'lsa, bel bo'lsa. Agar belingiz yo'g'on bo'lsa, remen taqish shart emas. Umuman kerak ham emas remen. Oldingizda slehka ochib qo'yganingiz yaxshi. Remenni taqmaganingiz ham yaxshi. Remeni bor ekan deb paltolarni boylashadi, battar belini to'laligini ko'rsatib qo'yadi. Undan ko'ra kengroq qilib ochib qo'ygan yaxshiroq ustini. Mana shunday remenlarni ham tanlaymiz. Remenlardan ham mana bunaqa remenlar ham mana hozirgi juda ham moda bo'lgan remenlarimizdan двухсторонний remenlar. Bitta tarafi boshqacha, bitta tarafi boshqacha. Bu remenlarimiz yutuqli tomoni nargi remenlar bilan narxi bir xil, lekin buni qora kiyimlar bilan ham taqsangiz bo'ladi. Korичневый kiyimlar bilan ham taqsangiz bo'ladi. Mana buni mana bu temirini u yoqqa bu yoqqa u tarafga bu tarafga qilib o'zgartirsangiz, bu двухсторонний remen bo'ladi. Va men shu remenni o'zim juda yaxshi ko'raman. Louis Vuitton. Qaranglar qanaqa chiroyli. Нежный. Mana bu gulchasi ham нежный bo'lib turadi. Mana. Qachon bo'lsa ham shu remenni o'zim olib qo'yaman deb qo'yaman qizlarga. Tezroq sotinglar bo'lmasa o'zim olib qo'yaman deyman. Qizlar sizda remenlar rosa ko'p maqlasiz yana deydi, lekin meni olgim kelaveradi ko'rganimdan keyin. Xullas tezroq kelib olib ketinglar meni o'rnimga. Xullas yana nimalarni aytib o'tmoqchi edim. Ziraklarga to'xtalmadim. Ziraklarni to'xtalib aytib o'taman. Qizlar qaranglar. Ziraklar hozir visulkali ziraklar moda bo'lgan. Kimdir oq metall yaxshi ko'radi, kimdir sariq metall yaxshi ko'radi. Lekin aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam boshqa narsa. Mana bu yerda jemchug kichkinaroq, mana bu yerda yirikroq va yapaloq. Ozg'inroq qizlarimiz bemalol mana bunaqa remenlarni, remen deyman, hali xayolim remenda. Ziraklarni taqishlari mumkin, bu maydaroq. To'lacharoq qizlarimizga yoki yuzlari dumaloqroqdan kelgan qizlarimizga mana bunaqa ziraklarni tanlaganingiz yaxshi. Demak, bu kichikroq yuzlarga, bu to'lacharoq yuzlarga. Nimaga? Chunki to'lacharoq yuzga mana bu kichkinani taqib qo'ysangiz, yuzingizni yana ham katta qilib qo'yadi, zirakni kichkinaligini hisobiga. Shunda bizda balans bo'ladi, mana bunaqa yo'g'onrog'ini tanlasangiz. Agar siz ozg'inroqdan kelgan bo'lsangiz va bu kattasini tanlab qo'ysangiz, qulog'ingizdagi zirak o'ta og'irdek ko'rinadi va yuzingizni yana ham kichkina qilib qo'yish mumkin bo'ladi. Shuning uchun balansni ushlaymiz qizlar. To'lacharoqdan kelgan bo'lsangiz yoki yuzingiz dumaloqroqdan kelgan bo'lsa, kattaroq zirak. Agar siz ozg'inroqdan kelgan bo'lsangiz va miniatyurnigina bo'lsangiz, yuzlaringiz kichkina bo'lsa, bemalol maydaroq jemchuglarni tanlaganingiz yaxshi. Lekin har bir qizda, har bir ayolda jemchug bo'lishi kerak. Bu juda ham zarur va женственный ko'rinadi. Ro'mollarga bir to'xtalib o'taman. Ro'mollarga ahamiyat beramiz qizlar, qaranglar, mana bunaqa ro'mollarimizni mana naqshiga ahamiyat beringlar. Drama psixotipida kiyinadigan qizlarimiz bor. Misol uchun o'zim mana hozir eslatib o'taman. Psixotiplarimiz drama, romantika, sport, klassika bo'ladigan bo'lsa, dramalar ko'zga tashlanishni yaxshi ko'radigan qizlar va ularga mana bunaqa yarki rangli ro'mollar yoqadi. Misol uchun. Masalan, men obrazimga ham mana temno-sinilari borligi uchun qizil bilan bemalol aralash qilib o'rashim mumkin. Misol uchun, mana shu ro'mol o'raganimda men mana bunaqa brasletni qizilini o'raganman. O'zimda ham bor bu ro'moldan. Chunki menda ham baribir qisman bo'lsa ham drama bor. Ko'proq klassika-yu, no, drama baribir bor. Keyin har bir qizimizda bo'lishi shart bo'lgan yana bitta ro'mol bor. Bu mana bunaqa oq-qora ro'mol. Oq-qora ro'mollar har doim kerak bo'ladi. Oddiy qora ro'molga ham qanaqa ro'mol o'rashni bilmay o'tiramiz. Oddiy oq ko'ylakka ham qanaqa yoki oq sviter yoki oq ustimizdagi kiyimga ham yoki aytaylik mayli oq-qora demaylik, qanaqadir tam qizil, yashil, bilmayman. Har qanaqa ranglarga oq-qora mos keladi. Oq-qora rang tanlamaydi. Hamma narsaga mos keladi. Shuning uchun qo'rqmasdan mana shunday ro'mollardan olganingiz yaxshi. Yana boya aytganimdek qarang, mayda gulli emasda, bu yerda atirgullarning naqshi bor. Buni qorasi ham bor qizlar. Qop-qora ro'mol o'rab olmanglar. Iloji boricha qop-qora ro'mollardan qochinglar. Agar obrazingiz o'ta tam obraz bo'lmasa, qanaqadir bir fashion pokazga ketayotgan bo'lmasangiz yoki ko'ylagingizga bir mos rang topolmayotgan bo'lsangiz, iloji boricha boshingizga горчичный rang ro'mol o'ramang, sariq rangli ro'mol o'ramang, jigar rangli ro'mol o'ramang va qop-qora ro'mol o'ramaganingiz yaxshi. Keyin qish mavsumida biz baribir to'qroq ranglarga murojaat qilamiz va mana bunaqa to'qroq, tam yarki kontrasti mana ivory bilan ko'k. Mana shunaqa ro'mollar qish mavsumida mos keladi, lekin yozda
mos kelmaydi. Bahorda mos kelmaydi. Mana kuz, qish mavsumida globokiy to'qroq ranglarni o'raymiz, kiyamiz, kiyimda ham. Bahor, yozda och, pastelniy ranglarga murojaat qilamiz. Shuning uchun men o'ylayman, mana bunaqa rangli ro'mollar ham qish mavsumida yoki shu hozirgi kuz mavsumimizda juda ham aktual. Yana bitta chiroyli ro'molimiz bor. Mana bu ro'mol. Mana qaranglar, mana bu ro'molga ham ahamiyat beringlar. Bu jinsilar bilan chiroyli turadi. Havo ranglar bilan, rozoviylar bilan juda ham mos keladi. Bu ro'molni agar masalan siz ro'mol o'ramaydigan bo'lsangiz, ro'molda bo'lmasangiz, yelkangizga tashlab qo'yish ham mumkin. Buni hamma narsa bilan moslab ketsa bo'ladi. Mana masalan, mana bu yerda mana bu sumkani ko'rsatay. Tasavvur qiling, mana obraz qilib ko'ramiz. Mana bu rang kurtka или paltoyingiz bor. Bemalol mana buni o'rashingiz mumkin va mana bu sumka. Qarang qanaqa chiroyli. Nimaga? Chunki bu yerda rozviylari bor va biz mana shu rozviylarni to'ldiryapmiz sumka bilan. Tam grazan rozovый rangli sumka bilan. Nimaga bordo? Bordoviy rangimiz qizil rangni sinfidan. Rozovый rangimiz ham qizil rangni sinfidan. Ya'ni sinfidan deganim oq. Tasavvur qiling. Oq rangi biroz qizil kraska qo'shsangiz rozovый bo'ladi. Yana ko'paytirsangiz yana qizaradi. Yana qip-qizil bo'ladi. Keyin yana qo'shib ketaversangiz to'qarib ketadi. Masalan, qo'shib ketaversangiz deganimda, masalan, qora rangni aralashtirib boshlasangiz, u to'qaradi. Xuddi shundan paydo bo'lgan, ya'ni qizil rangdan paydo bo'lgan ikkalasi ham. Shuning uchun bular monoxrom hisoblanadi. Shuning uchun mana bitta tarafiga qilish hozir moda bo'lgan. Mana bunaqa qilib qilish mumkin ustidan remenlar bilan. Buni endi sizni fantaziyangiz qancha stilizatsiya qilaman desangiz, bu o'zingizni xohishingizdan kelib chiqadi. Shuning uchun qizlar har doim o'zingizga e'tiborli bo'ling. Har doim o'zingizni tashqi ko'rinishingizga did bilan yondashing. Aksessuarlardan unumli foydalaning. Bekorga men hozir sizga shuncha ma'lumotlarni aytib o'tishga harakat qilmadim. Mana shulardan qisman bo'lsa ham foydalaning. Mayli mendan olmasangiz boshqa joylardan oling, lekin garderobingizda baribir mana shunday kiyimlar, mana shunday aksessuarlar, mana shunday ranglar ishtirok etsa, siz ancha zamonaviy va chiroyli bo'lasiz. Bu sizni kayfiyatingizni ko'taradi. Bu kim uchundir emas, bu ham yuqorida aytdim. Bu o'zingiz uchun. Bu o'zingizning kayfiyatingiz uchun, o'zingiz samatsankangiz uchun kerak bo'ladi va garderobingizni bir tarafdan tejash uchun. Keraksiz narsalarni xarid qilib tashlab onlaynda zakaz qilib kelganingizda boshqa narsa bu onlaynda yotgandan ko'ra bilib, ko'rib, keraklilarini olib foydalanganingiz yaxshiroq. Bugun sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Pastda kommentariyda fikr mulohazalaringizni kutib qolaman. Albatta sizga nima yoqishini, qanday aksessuarlardan foydalanishingizni, qanday ranglar sizga mos kelishini yozib qo'ying. Men albatta savollaringizga javob beraman. Sizda qandaydir savollar bo'lsa, albatta qarab chiqaman. Mana shu videoni tagida yuqorida aytganimdek My Image kanalimning silkasi bo'ladi, Telegram kanalimni. Bemalol shu silka orqali kanalimga ulanib olsangiz bo'ladi. Magazinimizga kelib, bemalol qahva, choylar ichib, chiroyli bir obslugalarda bo'lib, chiroyli kiyimlarni xarid qilib, o'zingizni imijingizni topib ketishini nima deydi, taklif qilaman sizga. Bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarni kutib qoling, chunki sizga yana ham foydaliroq bo'ladigan kiyinish borasidagi bilimlarni taqdim etaman. Sog' bo'linglar.